Yana bolalar so'rashibdi, shu O'rta Osiyo cho'pon itlari, ya'ni O'rta Osiyo bo'ri bosilari rostdan ham bo'rilarni oladimi, jangda yenga oladimi degan. Bu savolga avvalo savol bilan javob beradi. Cho'ponga bo'rilarni ko'rsa qochadigan va mingdan ming qo'y qo'zlarni hayotini xavf ostiga soladigan, bo'rini ko'rganda qochib ketadigan shunaqa itlar kerakmidi? Yo'q. Shuni avvalo bilish kerak. Cho'ponga avvalo bo'riga tik boradigan, bo'ridan qo'rqmaydigan va bo'ridan zarba beradigan bo'ri bosalar kerak bo'lgan. Buning uchun cho'ponlar ming yillar davomida bu itni zoti ustida ishlashgan, mehnat qilishgan va cho'ponlarga bitta narsani bilaylik. Bu itlar hashamat uchun kerak bo'lmagan. Ya'ni oqligi uchun, chiroyligi uchun, savlati katta bo'lgani uchun yo'q. Cho'pon uchun eng avvalo birinchi standart bu itni dovyurakligi. Shu o'rinda bitta narsani aytish kerak. O'rta Osiyo bo'rilari 40-50 kilo bor, nari borsa 60 kiloga boradigan yirtqichlar. To'g'ri, tishi o'tkir, lekin bizning bo'ri bosanlarimiz qadimdan 60-70 kilo tepasida bo'lgan. O'ta polvon itlar bo'lgan. Hech qachon qo'rqmagan. Mana shu o'rinda it o'yinlari deydi, xalqi ichida bor gapni aytaylik. Shu cho'ponlarimiz har yili sentyabr, oktyabr oyida qaytib kelgandan keyin qishloqlarga bahor oyigacha o'z bo'ri bosalarini sinovdan o'tkazishgan va bu bo'ri bosalar, yana bir aytamiz, o'ta sinovlardan o'tgandan keyingina, o'sha yerda janglarda qatnashgandan keyingina yaylovga cho'pon bilan ketgan. Demak, o'ta katta seleksiya ishlarini cho'ponlarimiz olib borgan. Mana bu seleksiya ishlari natijasida hozirgi biz bo'ri bosarini ko'rib turibmiz. O'ta mag'rur, o'ta jasur, hech qanday xavfdan qo'rqmaydigan insonni do'sti bo'lgan.